Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 45. Kishilarning yomonligidan qo'rqib hurmatlanadigan bo'lib ketishi. Bu xil ahvol jamiyatda nachar kishilarning bosh bo'lishi ko'payib ketganlikdan kelib chiqadigan bo'lib, kishilar haddidan ziyoda zolim bo'lgan bir kishining izzatidan saqlanish uchun uni to'riga chiqarib izzat ikrom ko'rsatishga majbur bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xil ahvoldan oldin bishorat bergan bo'lib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar g'animat baylar orasida o'zaro taqsim qilinadigan, omonatlarga xiyonat qilinadigan, zakot jarimonadek bo'lib qoladigan, ilm Allohdan g'ayrini ko'zlab o'giniladigan, erlar ayollarga moyil bo'lib, onalarni qaqshatadigan, masjidlarda cho'qon surat silinadigan, kishilarga arzimas kishilari bosh bo'ladigan, fosiq kishilar yetakchi bo'ladigan, do'st birodarlar bilan yaqinlashib, dadillarga parvo qilmaydigan, kishilar yomonligidan qo'rqib hurmatlanadigan, naqshchi ayollar, chalg'u asboblar keng tarqaladigan, aroq sharoblar ichiladigan, bu ummatning keyingi kishilari ilgirki kishilarga la'nat o'qiydigan bo'lib kelsa, sizlar mushu vaqtda qizil bo'ron, yer tavrash, kun tutilish, osmondan tosh yog'ish, surati o'zgartib etilish qatorliq alomatlarning xuddi ko'nirab yipi uzilgan marjon chechilgandek orqa-orqadan yuz berishini kutinglar. 46, 47, 48 va 49. Zina, yipak, aroq va chalg'u asboblarning halol sanaladigan bo'lib ketishi. Zina qilish, erlarning yipak kiyimlarini kiyishi, aroq va chalg'u asboblarning haromligini bilmaydigan musulmon bo'lmasa kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qism kishilarning zaman oxirida bu harom ishlarni halol sanaydigan bo'lib ketishidan bishorat bergan bo'lib, bu ahvolning qiyomatning yaqinlashganligidan derak berdiganligini aytgan edi. Kishilarning bu haram ishlarni halol sanaydigan bo'lib ketishi deganlik tuvandagi ikki ishning biri bo'lishi mumkin. Birinchi, bu ishlarni haram emas, halol deb e'tiqod qiladigan bo'lib ketishi. Ikkinchi, bu ishlarning kishilar orasida umumlashib, odatga aylanib ketishi sababli bu ishlarni inkor qilmaydigan, bu ishlarni qilganda haromligini his qilmaydigan bo'lib ketishi. Abu Amir yoki Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qilgan: Mening ummatimdan shundaq bir guruh kishilar paydo bo'ladi-ki, ular zinani, yipakni, aroqni va chalg'u asboblarni halol qilib oladi. Yana bir qism kishilar bir tog'ning bag'riga yerlashidi. Ularning qo'ychisi ularning qo'ylarini shu atrofda boqadi. Ularning qishig'a bir kambag'al kishi kelib, hojatini so'raganda, ular qishimizga ati kelgan deyishidi. Shuning bilan Alloh kechida ularning ustiga tog'ni bostirib halok qiladi. Qolganlarni cho'shqa, maymunlarga aylantirib etadi. Ular qiyomat kunigacha shu holatda turdi. Davrimizda ko'p qism musulmon allari zina fahishiga, aroq sharobga sal qarab, fahishxonalar qonuniy jihatdan qo'g'dildigan, zinani kasb qilgan fahishalarga tijorat kinishkisi tarqatildigan ahvolga tushib qoldi. Aroq bo'lsa, ba'zi arab islom davlatlarida bozorlarda oshkora holda sotiladigan darajaga berib yetdi. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ummatimdan bir bo'lik kishilar muzikalar bilan ayol naqshchilar o'yin ko'rsatayotgan yerlarda o'tirib, aroqni boshqa nomlar bilan atab ichishidi. Alloh ularni yerga yutqizib etadi. Ularning bir qismlarini cho'shqa va maymunlarga aylantirib etadi. Naqshi muzika anglash zamonimizda nurg'unlagan kishilar mubtalo bo'layotgan eng xatarli gunohlarning biri bo'lib, bu kishilarni Allohning zikridan, namozdan, Qur'on anglab manfaatlanishdan to'sib qo'yayotgan qalb kasalliklarining biridir. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ba'zi kishilar bilimsizlikdan Allohning yo'lidan azdirish uchun behuda gap so'zlarni setib oladi va Allohning yo'lini masxara qiladi. Ana shular xo'r qilguvchi azobga duchor bo'ladi. Luqman surasi 6-oyat. Olimlar behuda gap so'zlar deganni naqsha va chalg'u asboblar deb tushundirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam naqshi muzika anglash va zina qilishni aroq ichish bilan birga keltirib, mening ummatimdan shundoq bir bo'lik kishilar paydo bo'ladi-ki, ular zinani, yipakni, aroqni va naqshi muzikani halol qilib oladi degan. Davrimizda naqshi muzika shu darajada keng tarqaldiki, maxsus naqshi muzika qo'yiladigan radio televiziya kanallari tasdiqlanib, kecha-kunduz turli naqshi muzikalarni anglatadi. Bu kanallar na xabar anglatish uchun, na Qur'on anglatish uchun biror daqiqami to'xtab qolmaydi.
Ayniqki bu qiyomatning shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bishoratlarining rostligining ifodasi bo'lib, har bir musulmon buningga alohida diqqat qilishi lozim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu suv ziroatni o'ndirgandek naqshi muzika qalblarida nifoqni o'ndirdi degan. 50. Kishilarning o'limni arzu qiladigan bo'lib qolishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirgi zamonda zulm va fitna fasodlarning ko'payib ketadiganligi, hatto kishilarning qabrning yenidan o'tib ketib o'tib, o'zlariga o'limdanmi og'ir kelgan baloyi ofat va jafo mushaqqatlardan qutulish uchun o'zlarining ashu o'lgan kishining o'rnida bo'lishini arzu qilib ketadiganligi haqida xabar bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishi qabri yenidan o'tib ketib o'tib, kashki bu qabrdagi kishining o'rnida men bo'lib qolsamchu deydigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shundoq bir zamonlar keladi-ki, sizlarning har qanday biringlar o'limning setildiganligini bilsa edi, albatta uni setib olgan bo'ladi degan. Bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sizlardan har qanday bir kishi o'ziga yetgan baxtsizlik sababidan o'limni arzu qilmasin degan hadisiga o'xshash o'limni arzu qilishdan cheklaydigan hadislar bilan zid emas. Chunki bu hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda bo'ladi demagan. Oxir zamonda o'limni arzu qiladigan bo'lib qolish deganlik o'limning tezroq kelishiga duo qiladigan bo'lib qolish deganlik emas, balki kishining o'zi duchor bo'lgan balolardan o'lim bilan bo'lsa-mu qutulishni arzu qiladigan bo'lib qolishi deganlikdir. Kishilarning imonining baloyi ofatlarni ko'tarishchanligi va sabr qilish kuchi har xil bo'lganligi uchun bu xil hissiyotning oxir zamondagi har bir musulmonda bo'lishi shart emas, balki ma'lum bir yurtda, ma'lum bir sharoitda bo'lishi mumkin. 51. Kishilarning mu'min holatda tong atqizib, kofir holatda kech qoladigan zamonlarning kelishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirgi zamonda fitna fasodning ko'p bo'lishi, shahvoniy ishlarning keng tarqalishi va yaxshi kishilarning oz bo'lishi tufaylidan kishilarning ahvolida o'zgarish bo'ladiganligi, o'zaro ixtiloflashadiganligi, shu vajdan kishilarning mu'min holati tong atqizib, kofir holatda kech qoladiganligi, bir holatda muqim turmaydiganligi haqida xabar bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: yaxshi amallarni qilishga aldiranglar. Qarang'u kechining parchalariga o'xshash fitna fasodlar maydoniga keladi. Bir kishi mu'min holatida tong atqizib, kofir holatida kech qoladi. Mu'min holatida kech qolib, kofir holatida tong atqizadi. O'zining dinini dunyoning ozg'ina narsasiga setib etadi. Bu hadisdan maqsad aymi yo'q qop-qarang'u zulmatli kechiga o'xshash haqiqatga to'salg'u bo'ladigan fitna fasodlar ko'plab yuz berib, yaxshi ishlarni qilish tas bo'lib qilishdan ilgari yaxshi amallarga aldirashga qiziqtirishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ashu fitnalarning eng cho'ngi bo'lgan birini sifatlab, kishilarning mu'min holatda kech qolib, kofir holatda tong atqizadigan bo'lib ketadi degan. Demak, fitnaning yomonligidan kishilar bir kun ichida mushundaq o'zgarib turadigan bo'lib ketadi. Mana bu kishilarning dinini bilmaganlikdan imoni ojizlashib, dinda shubhalar ko'paydigan, shuning bilan dunyoviy va shaxsiy manfaatlarni ko'zlab, dinini tark etadigan yoki dinida tavrinib qoladigan bir zamonning sifatidir. Mana buningga bizning hozirgi davrimiz bak uyg'un keladi. 52. Kishilarning masjidlarni bezaydigan va uning bilan faxrlanadigan bo'lib ketishi. Masjidlar Allohga ibodat qilinadigan joy bo'lib, kishilar uni ajr savob ko'zlab soladi. Lekin oxir zamonda nurg'un kishilar masjid selib, namoz o'quvchilarning diqqatini chachadigan darajada bezaydigan, andan har biri o'zi solgan masjidning ko'rkamligi va bezaklari bilan faxrlanadigan bo'lib ketadi. Hatto axborot vositalaridami bu ishlarni ko'z-ko'z qiladigan bo'lib ketishi mumkin. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar masjid selish va bezash bilan o'zaro maqtanadigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Bir qanchalagan sahobalar kishilarni masjid va uning imoratlari bilan bo'lib ketib, zikr va ibodatlarga daxl yetkazishdan ogohlantirgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: sizlar masjidlarni xuddi Yahudi, xristianlar bezagandek bezayatsizlar. Bag'aviy mundaq deydi: Yahudi va xristianlar haq yo'ldan burilib, kitoblarni o'zgartgan chaqda ibodatxonalarini bezagan edi. Xattabiy mundaq deydi: Yahudi va xristianlar kitoblarni o'zgartib, dinini zoya qilgan chaqda ibodatxona va cherkovlarni alohida bezab zinnatlagan edi. Bugungi kunda masjidlarni bezash shakllaridan tomlarni har xil ranglar bilan naqshlash, o'yma suratlar, har xil gilam va haddidan ziyoda esil chiroqlarni esish qatorliqlar bor bo'lib, bundaq zinnatlash shu darajaga berib yetganki, zinnat buyumlari va qimmat baholiq osma chiroqlarga ketgan chiqim bilan yana bir qancha masjid salg'ili bo'ladi.
Bu deganlik hargizmi masjidlarni chiroyli saramjonlashtirishga ko'ngil bo'lmaslik va yoki masjid qurilishlarini sifatsiz selish deganlik emas, balki zinnatlashdagi haddidan oshirib o'tish va isrofchilikni cheklashdir. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidlaringlarni oltin kumush bilan zinnatlaydigan, Qur'onga oltindan hal beradigan bo'lib ketgan chog'inglarda halokat sizlarga yuzlanadi degan. 53. Kishilarning uylarini bezaydigan va zinnatlaydigan bo'lib ketishi. Hashamatchilik, isrofxo'rlik, maqtanchoqlik va gunoh ishlarida azvaylaydigan bo'lib ketish qatorliqlarning ko'payishi oxir zamonning alomatlaridan bo'lib, Haq Taolo aytadi: "Isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi." An'am surasi 141-oyat. Kishilar oxir zamonda uylariga osqan, chiroyli kashtilangan, qimmatbaho pardalar bilan faxrlanadigan bo'lib ketadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar uylarini xuddi baqasam tonlarni zinnatlagandek zinnatlab soladigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bu hadisdan maqsad shuki, kishilar uylarini yasashda va bezashda xuddi kiyimlarni chiroyli qilib loyihalagandek loyihalaydi. Bu deganlik parda esish va uy bezash cheklangan deganlik emas, balki bezashdagi isrofchilik, pul mollarni o'rinsiz buzib chechish, hakavurlik va o'zidan faxrlanish qatorliq nachar illatlar cheklangan deganlikdir. 54. Chaqmoq chaqishning ko'payib ketishi. Chaqmoq chaqish ko'payib, chaqmoq so'qib o'ladigan kishilarning ko'payib ketishimi qiyomatning alomatlaridandir. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qiyomat yaqinlashganda chaqmoq chaqish ko'payib, shundoq bir holatga yetadiki, kishi bir qavmning yoniga atiganda berib, bugun sizlardan kimlarni chaqmoq so'qib o'ldirdi deb so'rasa, ular palonchilarni o'ldirdi deydigan bo'lib ketadi. Chaqmoq bo'lsa, osmondagi elektronlik zarrachalarning o'zaro zarratlanishidan hosil bo'lgan kuchli nurdir. Alloh taolo Samud qavmini guldirmamaloq chaqmoq bilan halok qildi. Haq taolo aytadi: Samudqa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilguvchi chaqmoq azobi halok qildi. Fussilat surasi 17-oyat. Agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa, sen ularga sizlarni Ad va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degan. Fussilat surasi 13-oyat. Bu guldirmamalik chaqmoqning kuchlikidan Alloh taolo uni odatdan tashqari qattiq azob deb atadi. Haq taolo aytadi: Samud bo'lsa, odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Haqqa surasi 5-oyat. 55. Yoziqchilikning ko'payib umumlashib ketishi. Ilgari yoziqchilik ishlari taraqqiy qilmagan, kitoblar keng tarqalmagan, shundaqla kishilar orasida umumlashmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalam va kitoblarning keng tarqalib, yoziqchilikning umumlashib ketishi qiyomatning alomatlaridan deb xabar bergan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qiyomatning oldida munolar yuz berdi. Tonish kishilarga salom qilinadigan bo'ladi. Tijorat keng tarqalib, ayol kishi tijoratda eriga yordamlashadigan bo'ladi. Seyli rahim uzilib ketadi. Yolg'on guvohlik beriladigan, rost guvohlik berilmaydigan bo'ladi va qalam ishlatish, savodlik bo'lish umumlashib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zidagi qalam ishlatish umumlashib ketadi degan so'z yoziqchilikning taraqqiy qilib, kitoblarning ko'plab besilib, keng tarqaladigan bo'lib ketishi degan ma'noda bo'lsa kerak. Hozirgi zamon matbuotchilikning taraqqiyoti, ko'paytirish texnikasining keng tarqalishi va nashr qilishning o'ng'ayligidan kishilar hozir kitoblarga osonla erisha oladi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, kishilar orasida o'z dinini va shar'iyatini bilmaslik odatdagi ishga aylandi. Bu hadisni Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan mono hadis kuchlantirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Mono ishlar qiyomatning alomatlaridandir. Ilmning ko'tarilib ketib, nodonlik va jahillikning avj olib ketishi, zina oshkora qilinadigan, aroq-sharoblar oshkora ichiladigan, erlar azlab, ayollar ko'payib ketib, hatto 50 ayolning turmushiga bir er kishi ega bo'ladigan bo'lib ketishi. Kishilarning diniy ishlarni bilish ahvoli haqida o'ylangan har bir kishi uchun bu alomat nihoyat ochiqdir. 56. Kishilarning tillari orqali pul topadigan va gap so'zlari bilan faxrlanadigan bo'lib ketishi. Bir kishining qonunliq yo'l bilan pul tepishi ayib emas. Shuningdek, o'qituvchi, advokat qatorliqlarning nutq, leksiya so'zlash, advokatlik qilish orqali pul tepishi qonunliq yo'llardandir. Lekin bu yerda ayblandigani bir kishining boshqalarni yolg'ondan maqtash, madhiyalash, savdo-sotiqda yolg'on qasam qilish va yoki shuningga o'xshash saxtalik bilan pul tepishidir.
Ömer ibn Said ibn Abu Waqqasning dadasiga bir hojati tushganda, hojatini shu chog'dagi ba'zi kishilar qilganidek balog'atlik va fasohatli gap so'zlar, maqtash, madhiyalashlar bilan so'radi. Said ilgari o'g'lidan bunday so'zlarni anglab boqmagan edi. O'g'lining gapi tugganda Said, "Hay o'g'lim, gaping tugdimi?" dedi. Ömer, "Shundoq" dedi. Said, "Sen bunday so'zlarni so'zlamay turibmi talab qilgan narsangga erisha olaysan. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shundoq bir kishilar maydoniga keladi-ki, ular xuddi kala ziminidan o'tlab jinini baqqandek jonlarni tillar bilan baqadi deganligini anglagan edim dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Tuvandagi ishlar qiyomatning yaqinlashganligining alomatlaridandir. Nachar kishilar ustun ko'tarilib, yaxshilar tuvan ko'riladigan bo'lib ketishi, kishilar gapdan bo'lib ketib, amallari nacharlashib ketishi, kishilar orasida Allohning kitobidan boshqa yozilgan narsalar keng tarqaladigan bo'lib ketishi." 57. Qur'ondan boshqa kitoblarning keng tarqalishi. Qiyomatning alomatlaridan biri shuki, kishilar kitoblarga nihoyat qiziqadigan, kitoblar ko'plab basiladigan va sotiladigan, bu kitoblar kitobxonlarga Allohning kitobi bo'lgan Qur'ondanmi ko'proq so'raladigan bo'lib ketadi. Buningga ilgirki hadis dalil bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Buni ishlar qiyomatning yaqinlashganligining alomatlaridandir." Kishilar orasida Allohning kitobidan boshqa kitoblarning keng tarqalishi. 58. Qarilar ko'payib, diniy ulamolarning azlab ketishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qarilarning ko'payib, diniy ulamolarning azlab ketishining qiyomatning alomatlaridan ekanligini xabar bergan. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Shundoq bir zamonlar keladi-ki, qarilar ko'payib, diniy ulamolar azlab, ilm ko'tarilib, o'zaro qirg'inchilik ko'payib ketadi. Andan shundoq bir vaqtlar keladi-ki, kishilar Qur'on o'qiydi-yu, lekin o'qigan Qur'oni ularning kekirdigidan o'tmaydigan bo'lib ketadi. Shuningdan keyin yana shundoq bir zamonlar keladi-ki, kofir, mushrik, munofiqlar mo'minlar bilan xuddi mo'min ular degan so'zlarning o'xshishini keltirib turib jidallashadigan bo'lib ketadi. Ilm olimlarning vafot bo'lib ketishi bilan ko'tarilib ketsa, ahvol texmi yomonlashib ketadi. Kishilar olimlar qolmasa nadonlarni o'zlariga bosh qilib oladi. U nadonlardan savol so'ralganda ilmsiz javob berib, o'zlarini azidi, boshqalarni azdirdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Shubhisizki, Alloh taolo ilmni kishilardan yo'lib olgandek olmaydi, balki olimlarni qabziroq qilish orqali olib ketadi. Hatto Alloh taolo biror olimni qo'ymaganda, kishilar o'zlariga nadonlarni bosh qilib oladi. Ulardan so'ralsa, bilmay turib fatvo beradi. Shuning bilan o'zini azidi va boshqalarni azdirdi." Oldingi hadisda kelgan ilmning ko'tarilib ketishi degan so'zdan maqsad ilmning shu ilm ahlining qalblaridan o'chirilib ketishi emas, balki ularning vafot bo'lib, kishilarning nodon kishilarni o'zlariga bosh qilib olishi. Shuning bilan bu nodon kishilar o'zlarining bilimsizligiga qaramay, bilmay turib hukm qilib, o'zlarini ezib, boshqalarni azdirishi deganlikdir. O'tgan 10 yilning ichida kishilarga ilm tarqatishda cho'ng rol o'ynagan ulamolardan bir qanchasining vafot bo'lishi bu ummatga cho'ng yo'qotish bo'ldi. Masalan, Saudiya Arabiston katta ulamolar hay'atining raisi Shayx Imom Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Alloma Shayx Muhammad Salih ibn Al-Usaymin, hadisshunos olim Shayx Muhammad Nasiruddin Albani va buningdan boshqa nurg'un donliq ulamolar vafot bo'ldi. Hammasiga Allohning rahmati bo'lsin. Kimki bu ummatning hozirgi ahvoliga qarasa, nurg'un kishilarning Qur'onni chiroyli o'qishda baslashib, shar'iy ilmlarni o'rganishdan, shariat ahkomlarini tushunishdan g'aflat qilayotganligini bayqaydi. Mubodo sen ularning birasidan tahorat yoki sahvalik sajdasi to'g'riliq so'rasang, ularning bu haqda hech nimani bilmaydiganligini bayqaysan. 59. Ilmda yetilmagan kishilardan ilm o'rganiladigan bo'lib ketishi. Kishilar payg'ambarimizning zamonidan tartib katta diniy olimlardan ilm o'rganib kelyotdi. Shundoq bir zaman keladiki, u zamonda tushunchasi teyiz, diniy ilmda yetilmagan kishilar bosh bo'ladigan, ulardan fatvo so'raladigan va fatvo beradigan bo'lib ketadi. Oldingi temada kelgan hadisda qarilar ko'payib, diniy olimlar azlab ketadigan, hattoki bilimsiz turib kishilarga fatvo beradigan, shu orqali o'zini ezib, boshqalarni azdiradigan, ilmda yetilmagan bilimsiz kishilardan ilm o'rganiladigan bo'lib ketishi qiyomatning alomatlaridandir deb kelgan. Abu Umayya al-Jumahi radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilmda yetilmagan kishilardan ilm o'rganiladigan bo'lib ketish qiyomatning alomatlaridandir degan. Imom Abdullah ibn Mubarakdan ilmda yetilmagan kishilar to'g'risida so'ralganda, ular o'z xohishi bo'yicha so'zlaydigan kishilardir deb javob bergan.
ilmda yetilmagan kishilar degandan ilmlari puxta bo'lmagan, fatvoni obdan berolmaydigan, shar'iy dalillarni dalil qilib keltirolmaydigan kishilar maqsad qilindi. Ba'zilar ulardan bid'at ahli ko'zda tutildi degan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: ilm kishilarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari, shundoqla bu ummatning ilmda voyaga yetgan ulamolar orqali yetsila yaxshilik ustida bo'ladi. Agar ilm ularga ilmda yetilmagan kishilar orqali yetib, niyat maqsadlari bo'linib ketsa, ular halok bo'ladi. Allohga shukr, zamonimizda ilm va ilm ahli yaxshilik ustida turmoqda. Agar biror kishi astoydil o'ylanib ko'radigan bo'lsa, tashviqot vositalarining islomning umumiy masalalarini yuzaki bilgan, bir bo'lak mashhur masalalarni tushungan, hadis fiqh ilmlarini puxta egallamagan, ilmda takommullashmagan, ammo kishilar orasida tunilib qolgan, ilm o'rganayotgan bir qism kishilarni maqtab tashviq qilayotganligini, shu vajidan kishilarning fatvo so'rash, ilm talab qilish uchun ularga yuzlanayotganligini bayqaydi. Agar ilmda voyaga yetgan ulamolar radio televiziya vositalari orqali kishilar bilan yuz ko'rishgan bo'lsa edi, albatta kishilar ularni tunib ham fatvo so'rab ularga yuzlangan bo'ladi. Ilmda yetilmagan kishilardan yoshli kichiklar degan ma'no tushunilmaydi. Chunki yoshning cho'ng bo'lishi ilmlik ekanligining belgisi bo'lmagandek, yoshning kichik bo'lishimi ilmsiz ekanligining belgisi emas. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh ilm yoshda emas degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ilm yoshning cho'ng kichikligiga bog'liq emas, lekin Alloh taolo ilmni o'zi xohlagan kishiga berdi degan. Shunga boshqalarga yetakchilik qilayotgan kishilarning ilmni puxta egallab, tushunib, ilmda voyaga yetgan ulamolar bilan aloqa bog'lab, o'zini takomillashtirishga harakat qilishi lozim. 60. Tuyuqsiz o'limlarning ko'p yuz beradigan bo'lib qolishi. Bizning davrimizda oshkora bo'lgan qiyomatning alomatlarining biri bo'lsa, tuyuqsiz o'limlarning ko'p yuz beradigan bo'lib qolishidir. Tuyuqsiz o'lim bo'lsa, yurak to'xtab qolish, qon tomir to'silib qolish, qatnash vaqasi, aeroplan tushib ketish hodisalari sababli tuyuqsiz yuz berayotgan o'limlarni ko'rsatadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuyuqsiz o'limlarning ko'p yuz beradigan bo'lib qolishi qiyomatning alomatlaridandir degan. Ilgari kishilar ma'lum kasal sababidan bir mazgil yetib qolsa, o'zidagi o'lim bishoratlarini his qila oladi. Gahida mushu kasal bilan ketadiganligini bilib, vasiyatlarni yozib qoldirib, oila ishidagilar, urug' tuqqanlar bilan xo'shlashib, badalarga vasiyat qilib oladi. Rabbiga yuzlanib, gunohlarga tavba qilish bilan birga, eng oxirgi so'zining kalima shahodat bo'lishi uchun kalima shahodatni takrorlashni boshlaydi. Ammo hozir kishilarni sog' salomat, hech qanday kasaldan shikoyat qilmagan bejirim holatda ko'ramiz. Lekin tuyuqsizlar har xil sabablar tufaylidan dunyodan ketganligini anglaymiz. Bundaq bo'lgan ekan, har qanday aql odam ho'shyor bo'lishi, o'limga, Allohga muloqot bo'lishga tayyor turishi lozim. Fursat bilgin hayotni, qilib olgan ibodat, sana o'lim tayyordur, kelib qolar har soat. Qanchilgan zabardast, kasal bo'lmas yigitlar, ichib ajal sharobin, ketib qoldi betoqat. Sajiya Islom tadqiqot markazi